Hürmetlik vatandaşım ben de. Bugün cesağı 2020 yıl 3. ayın 19. gün hafta Perşembe. Endelik sizlerge engelilik çağırlıyız bol görünüm. Yakup Bey'in tercümali mavzulu kitabıdan bir parça leksiya okuyumuz. Tünügen kelge yerimizden başlayımız. Ceyladiki galbisi. Turpan okşaşırak ceyladiki galbisi. Ruslarning diqqatini qo'zg'ay olmaydi. Jungoluklarning yana manjularning tajovuz qilib kirishi nurg'un jihatlari tehi Ruslarning yukini yengillashtirdi. Mushu vajdan Ruslar O'rta Osiyodan qo'lini bo'sh tutish imkoniyatiga ega bo'ldi. Albatta bu nuqtaga azaldan tortib hech kim ancha ko'ngil bilmay kelgan edi. Jungo O'rta Osiyo Uyg'uristonni tajovuz qilib kirdi. Rusya'nın O'rta Osiyodagi qolpiti bo'shidi deydik, ko'rdingizmi? İşte Cahangir o tarafta, Rusya Cahangirligi bu tarafta, Jungo, Manju Cahangirligi. Buddistlarning Uyg'uristondagi g'alabasi islom xalqlarining hammasiga qattiq ro'yi zarba bo'ldi. Buddistlarning Uyg'uristondagi g'alabasi İslam xalqlarining hammasiga qattiq ro'yi zarba bo'ldi. Yakup Bey davridagi siyosiy vaziyat. Hozir Uyg'uristonning vaziyati shunga o'xshashlar. Lekin hozirgacha O'rta Sharqdagi nima davlatlar bu masala yoki Uyg'ur masalasi to'g'risida bir og'iz gap qilgan yo'q. Badavlat yoki omadning egisi Badavlat yoki omadning egisi deb atalgan bu zotning obro'yining tushib ketishi yaqin qo'shni davlatlarga xo'jabeylar uchun alohida ahamiyatga ega. Ogohlantirish rolini o'ynaydi. Shunga Rossiyaliklar urush qilayotgan har ikki tarafni kelishtirishni rad qilishda ana shunday to'liq asosga ega edi. Yakup Bey o'zining omon esanligini shart qilib, junguluklar bilan kelishim hosil qilinishga urinib ko'rgan bo'lsa-mu, lekin diplomatik takliflarning hammasi keskin rad qilindi. Junguluklar to'qsonga besib kirgandan keyin, yana manjular to'qsonga besib kirgandan keyin ilgirlashdi nemishqidir, ushtumto to'xtatib qo'ydi. Ularning o'zidan burun vahimasi yetib kelganlikdan qora shaharning sharq tarafidagi aholi uy makonlarini tashlab qochib ketdi. Manjular uzoqchilik to'plab ondan ilgirlash maqsadida bo'lib qoldimi yoki xuddi Hindistonning bir jurnalida aytilgandek qandoqdir bir yoqimli kasal tarqalganlikdan mangolmay ayol bo'lib qoldimi? Bunisi aniq emas. Bu haqda Beijingda chiqadigan Jingbao gazetimi sukut qilib turibdi. Mazkur gazetning 6-oyning 23-kunidagi sonida Turpan atrofida bo'lgan jang to'g'risidagi bayonlar e'lon qilindi. Hamda xizmat ko'rsatgan generallarga shon-shuhrat va mukofot berilganligi misol keltirildi. Ko'rdingizmi, bu yerda qirg'inchilik zapta qilib Uyg'urlarni o'ldirib atdi Zolzongtan, uning generallariga Beijingda mukofot beryapti. Lekin bu gazet o'zining keyingi savr junguluklarning keyingi bir necha oy ichida nima uchun harakat qilmay jim turib olganligi to'g'risida hech nima demay sukut ichida turaverdi. Gazetdagi bir ma'lumotning ichida diqqat qilishga arziydigan bundoq bir jumla bor edi. El bo'lgan musulmonlarning xotirjam tirikchilik qilishiga yo'l qo'yildi. Agar bu gap rost bo'lgan bo'lsa, bu her aldı manjularning rahmedil taktika qo'llanganligining bir misolidir. Ayni vaqtga ishlarning odamni ajablantiradigan yeri shuki, bu qatimqi tunji g'albidan keyin manjularning mijozi bo'shab qolgandek ko'rinadi. Jungo qo'shinlari to'g'riliq gap anglamag'ili 5 oydak bo'lib qoldi. Bu mezgilda Qashqariyada muhim voqealar sodir bo'ldi. Bu ishlarga manjular yana junguluklar sababchi bo'lgan bo'lsa-mu, lekin ularning bu ishlar bilan aloqasi yo'q edi.
biz muşu sahiplerimizde bayan kılıp atkan Yakup Bey'nin parakendiçilik dolgan hayatidiki ahırkı sorunda bolga vakaga tecavüzcü Xitayla katnaşmıdı. Ula özlerinin gazarmısında 300 mil yiraklıktaki cayda yüz berge vakalardan habersiz idi. Vaka yüz biri bir kança hep ötkendiğin kili haber taptı. Ula bu vakadan haber tapkan deyken koşun tartıp garip yürüyüş kılıştın avval bu memleketden öz işçideki bölünüş amillerinin urulunun toluk cari kıldırılışını en yakşı taktikinde hesapladı. Demek şicayetin parçalar. Bugün şicayetin parçalavatıdı. Şundak emas mı? Mesela ben okuvatkan leksiyaya, sözlavatkan leksiyaya menen bosulğamga bir havazını belgilep koydu vatandaşlar. Xitay, başkalar Xitay emas mı? Bu memleketin öz işçideki bölünüş amillerinin urulunun toluk cari kıldırılışını en yak taktikide hesap. Polkovnik Praşvaliski Yakup Bey kazağa uçraştın sel ilgili müşahede toxtaylı hürmetli vatandaş.